Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Trammovka so'ragan mijozlarimiz diqqatiga do'konimizga tokli variantdagi hamda benzinli solarichniy variantdagi trammovka apparatlarimizdan assortiment ko'rinishda yetib keldi. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Ko'rishlari mumkin, bitta sakraganda 1 tonnagacha trammovka qiladigan 3 kilovatli motorlari bilan jihozlashtirilgan apparatlarimiz tok rasxodlari soatiga 3 kilovat bo'ladi, 220 volt tokka ishlaydi. Оборот legirovkali variantlarda minutiga 40 ta 45 ta bemalol sakrab beraveradi. Tovoqlari ham katta tovoqlardan bo'ladi. Apparatlarimizni vesi 73 kg vesga ega bo'ladi. Bu tarafda o'zini yoqib qo'yadigan joylari ham mavjud bo'ladi. Benzinli variantlarga keladigan bo'lsak, eng arzon variantlari $350 dan boshlanadi. Dizelli variantlari $500 bor. Apparatlarimiz benzinli variantlari 1,5 tonnagacha bemalol urib beraveradi. Bitta sakraganda 1,5 tonnani bemalol trammovka qilib ketaveradi. Xo'p, apparatlarimiz benzin rasxodlari soatiga 1 litrdan 800 grammgacha bo'ladi. Dizelli variantidan olib ishlataman degan akalarimiz uchun dizelli varianti bitta sakraganda 2 tonna trammovka qilishga mo'ljallangan. O'zini veslari 83 kg vesga ega bo'ladi. Dizelli rasxodlari soatiga 800 grammgacha chiqadi. Apparatlarimizning narx-navolariga keladigan bo'lsak, apparatlarimizni $320 dan boshlab $500 bemalol o'zlaringga moslarini bemalol tanlab olib ketsalaring bo'laveradi. Arendaga chiqaraman degan akalarimiz uchun yoki katta dom qurilishida ishlataman degan akalarimiz uchun kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, video ostida nomerlarimizni qoldiryapmiz. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarini qilib beramiz.